Salom dizaynerlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Canva'da guruhlash funksiyasi haqida gaplashamiz. Faraz qilaylik, biz dizayn yaratish jarayonida bir nechta shakl va ikonkalardan tashkil topgan elementlarni teng masofada joylashtirishimiz kerak. Elementlarni shunaqa ketma-ket joylashtirish jarayonida biz masofani to'g'ri chamalay olmaganimiz uchun oxirgi ikkita element shunaqa bir-biriga zid joylashib qoldi. Agarda biz hozir yana ularni boshidan tartiblamoqchi bo'lsak, ikonkani alohida doira va aylanani yana alohida boshidan tartiblab chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu esa bizdan anchagina vaqt talab etadi. Men esa hozir sizlarga guruhlash funksiyasidan foydalanib, buni qanday qilib tez amalga oshirish mumkinligini o'rgataman. Buning uchun guruhlamoqchi bo'lgan elementimizni tanlab, ustiga bir marta bosamiz va yuqori qismida 3 ta nuqta paydo bo'ladi. O'sha 3 ta nuqtani bossak, bizda quyidagicha oyna ochiladi va birinchida turgan Select Multiple bo'limni tanlab olamiz. So'ngra guruhlamoqchi bo'lgan elementlarimizni ustiga bir martadan bosib olamiz. Men aylana, doira va Telegram ikonkasini guruhlamoqchiman va ularni ustiga bir marta bosib oldim va so'ngida Group tugmasini bosamiz va mana ko'rib turganingizdek barcha elementlar guruhlandi. Ularni istalgancha kattalashtirishimiz, kichiklashtirishimiz yoki surishimiz mumkin. Agarda elementlarni yana alohida qilmoqchi bo'lsak, o'sha elementni ustiga bosamiz va yuqori qismida Ungroup tugmasi paydo bo'ladi. O'shani bosadigan bo'lsak, guruhdan ajraladi, ya'ni avvalgidek alohida element bo'ladi. Bugungi video darsligimiz hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi video darsliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun hammaga yetadi kanaliga obuna bo'ling.